Talablarga binoan bugungi obzorimizda Chery Tiggo 8 gibrid modeli bo'ladi. Ushbu modelimiz 1.5 turbo gibrid motori bilan jihozlangan. Bundan tashqari mashinani bitta vidiga qarang. LED faralar bilan jihozlangan, diamond stilida oblitsovkalar, znachoki noodatiy kechqurun payti znachoki yonadi. Juda ham o'ziga jalb qiladigan znachoklar vidi mashinani. Diskalariga ahamiyat bering, diskalari ham zamonaviy. Mashinamizda полноценный panorama, 360 gradus kamera, datchik slipoy zona va yashiring'ich ruchkalar besключевой dostupi bilan mashinani saloniga bitta ahamiyat beringlar. Obshivkalari alkantara, orqasi zamsh. Mashinamizda беспроводной zaryadka, 360 gradus kamera aytib o'tganimdek, разделный displeylar, podograf, obduv sideniyalari mavjud. Mashinamizning rangi yangi 2026-yildagi moda rangi. Orqa salonini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng. Mani bo'yim o'zi 1.77, bemalol yana joyi bor. Xo'sh, orqasida deflektorlari bor, plus podograf sideniyasi ham mavjud orqada. Bemalol qishki payti isitib ketadi. Akustikasiga keladigan bo'lsak, akustikasi original Sony bo'ladi. Ushbu modelimizni kim xarid qilsa, boshlang'ich to'lov 25% 1 yildan 4 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyati bor va bundan tashqari boshlang'ich to'lov 25% 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilsangiz bo'ladi. Mashinamizga keladigan bo'lsak, kafolati 8 yil, servis xizmatlari o'zimizda mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, raqamni qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Bir kunning ichida mashinani haydab chiqishingiz mumkin. Va bundan tashqari yana bitta yangi modelini ko'rsatib o'taman. Bu modelimiz Chery Arizo 8 gibrid modeli bo'ladi. Ushbu modelimiz 1.5 gibrid turbo motori bilan jihozlangan. Polniy zapasi bilan mashinamiz 1463 km masofani kezadi. Chista elektro bilan 250 km masofani bosadi. Bundan tashqari shahar siklida rasxodi 3-4 litr bo'ladi. Mashinamizga ahamiyat bersanglar, полноценный panorama, 360 gradus kamera, datchik slipoy zona, besключевой dostup. Saloniga. Saloni napa koja bilan jihozlangan. Shu mashinani interyeri qaysi modeli sizga eslatadi? Kommentariyada yozib qoldirasiz. Bu mashinamizni ham boshlang'ich to'lov 25% dan boshlab 1 yildan 4 yilgacha muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi va bundan tashqari 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha kreditga xarid qilsangiz bo'ladi. Barcha modellari siz bir kunda rasmiylashtirib olib chiqsangiz bo'ladi. Bu uchun biz yordam beramiz. Baby, it's not a
Agar kimda kredit tarixi a'lo darajada bo'lmasa, imkon bor. Bu uchun ADM Leasing kompaniya o'z bo'yniga oladi. ADM Leasing kompaniyasi boshlang'ich to'lov o'sha 25% dan boshlab 1 yildan 4 yilgacha mashinani mutlaqo foizsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Operator, bitta manzilimizni ko'rsatib o'taylik. Bizning manzilimiz Samarqand shahar Limonadniyda joylashgan rasmiy dilerlik markazi Cherry Vlad avtosalon.